Necha metr yura olasiz? Yuraman. Kişiye bir olmaz. Qisha. Nagurska bilan. Eksinlamayız. Bundan ne yaşıyor? Olursa olib ko'rdingizmi? Ta'til qilmaydi baribir. 1-2 kun ta'til qiladi. Bir de yürüyeceğiz, endi yürüyeceğiz. Yurgansangiz qiyshab ketasizmi? Qancha kun yursiz shuncha tashlab yuboradi. Yo'q, tushunadi. Yo'q, kelib joyini olgan endi boshlaymiz. Borib kelamiz bitta. Bugun 5-kunda, a? Bo'ldi. Qattiq qadamlar tashlang, katta soldatskiga. Bo'ldi, yaxshi. Qayta boramiz, endi bitta qilib borib kelamiz. Uyda rejim qilasiz, yotasiz lekin gimnastika qilasiz. Tushundingizmi? Yurib, aylanib yurmaysiz. O bitta narsa qilib borib kelasiz. Yaxshi. 50% yaxshimi? 50%. Ay, yaxshi. Nimaga deng, opa bosqichma-bosqich qilamiz. Hali birinchi kuni ko'riblar aytganman, opa 3 etap qilamiz deb. Bu birinchi etapda shuncha bo'lyapti. Bu yerda maqsad og'riq qoldirish emas, maqsad buni davolash. Tortib ochib qo'ydik, grijani so'rilish muddati ham bor endi. Misol, men tortib qo'ysam ham lik etib kirib ketmaydi-da. Ozgina vaqt o'tadi, so'riladi. Bu vaqt ichida siz yotasiz, gimnastika bajarib berasiz. 1 oy bo'lganda yana bitta kelasiz, opa. Gimnastika olib berasiz? Yotib olib, meni YouTube kanalimda bor. YouTube kanalimdan ko'rasiz. Hozir yana bitta yurib bering-da. Yaxshi? Yaxshi. Qattiq joyda yotasiz, opa. Qattiq joyda uyingizda. Yaxshi. Gimnastikani yotib olib bajarasiz, yotib olib bajaraverasiz. 1 oydan keyin bitta ko'rishamiz. Kunlarni berasiz. Aha, yaxshi yetib oling, ha? Yaxshi bo'lib qoling, xo'p.